Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlar Oliy sudi maktablarda bolalarni irqiga qarab ajratishni man etganiga 60 yildan oshdi. Ammo bu illatga Amerika jamiyatida hamon guvohmiz. Masalan, Kaliforniya shtatida o'quvchilar hamon oilasining daromadi va kelib chiqishiga qarab kamsitiladi. Lotin amerikalik muhojirlar Qo'shma Shtatlarga yaxshi hayot izlab keladi. Ayniqsa, farzandim yaxshi yashasin deydi. Lekin Amerikaga qadam qo'ygani zahoti xavf-xatar bilan yuzlashadi deydi Kaliforniya universitetidan Gary Orfield. Jinoiy to'dalar, bezorilar iniga kelib o'rnashib qoladi ular. Bu joylarda ish ham yo'q, maktablarda tayinli darslar o'tilmaydi. Aksariyat muhojir ota-onalar buni bilmaydi. Qo'shma Shtatlarda bola qayerda yashashiga qarab o'sha mahalladagi maktabga qatnaydi. Tuzukroq tumanda yashagan o'g'il-qizlar yaxshi maktabda o'qiydi. Kaliforniya universiteti o'tkazgan so'rovga ko'ra, Lotin amerikalik bolalar yakka-yakka jamoa bo'lib qolyapti. Bu nafaqat irqiy, balki iqtisodiy jihatdan ham ajratish demakdir. Kaliforniya universitetining fuqaro huquqlari loyihasi aniqlashicha, 1993-yilda Kaliforniyada latinolar qatnagan maktablarda yo'qsil bolalar salkam 60% edi. 2012-yilgi raqamlarga ko'ra, bugun bu maktablarda kambag'al o'quvchilar soni 70% dan ko'p. Tibbiy xodim Andrew Lara 1980-yillarda latinolar mahallasida o'sib ulg'aydi. U paytlarda o'zi qatori bolalar bilan avtobusda uzoqroqdagi maktabga qatnar, bu ta'lim dargohida o'qish yaxshiroq edi. O'qishga kelganda biz puxta bilim oldik. Kollejga o'qishga kirishim, oldinga intilishim osonroq kechdi. Ukam va singlim aksincha kollejga borishmadi. Andrew Laraning aytishicha, avtobusda qatnashga to'g'ri kelsa ham bolani jo'natish kerak. Luis Alvarado bu fikrga qo'shilmaydi. Singlim latinolar yashaydigan mahalladan boshqa bir rayondagi maktabga qatnar edi, lekin uni begona deb chiqishtirishmadi. Hech o'zini bemalol his qilmasdi. Los Anjelesdan 50 kilometr naridagi Pio Pico boshlang'ich maktabi yo'qsil asosan Lotin amerikaliklar yashaydigan yerda joylashgan. Maktab ma'muriyati nazarida ko'pchilik latinolar bo'lgani bir jihatdan qulay. Ular ajratib qo'yildi demagan bo'lar edim. Shunchaki bolalar asosan latinolardan iborat tamom. Aksariyat senga o'xshasa, odam qulay his qiladi o'zini. Pio Pico maktabida darslar ingliz va ispan tilida o'tiladi. Har xil illatlar birga o'qib yashashni bilishi muhim deydi muallimlar. Undan ham muhimi ota-ona, o'qituvchi va bolalarni mavqe va illat ko'r qilib qo'ymasligi zarur. Los Anjelesdan Elizabeth Lee, Washingtondan Nasiba Tohir. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.